Yaponiyadagi suhbatlarda eng ko'p so'raladigan savollardan biri bu shubhasiz Jiko Shokai, ya'ni o'zini tanishtirish. Bugungi videoda eng sodda ko'rinishdagi Jiko Shokai bilan tanishamiz. Har qanday Jiko Shokai hajime mashite bilan boshlanib, dozo yoroshiku onegai shimasu bilan tamomlanadi. Bu Jiko Shokai'da siz ismingizni, yoshingizni, qayerdan kelganligingizni va agar imkon qila olsangiz, sevimli mashg'ulotingiz yoki narsangizni aytsangiz bo'ladi. Masalan, quyidagi namunani ko'ramiz. Bo'sh qoldirilgan joylarga o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlarni joylab, aytishga harakat qilib ko'ring. Misol uchun, hajime mashite, watashi wa Dostonbeku desu, 31 desu, O'zbekiston gara kimashita, honga suki desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Videoni Yaponiyada suhbat topshirishdan cho'chib yurgan do'stingizga jo'natib qo'ying. Boshqa foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamizga obuna bo'ling.